Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Navbatdagi mashinamiz Spark avtomobili polni suv sistemasi yuvilyapti. Mana hozir ichidan chiqayotgan musorlarni birgalikda kuzatamiz. Davranı juda katta. Ko'rganda ichidan chiqayotgan musorlar. Musor tiqilib qolganda suv kelishi ham juda qiyin bo'lyapti. Mana davlini juda ham baland. Tiqilganligi evaziga mana shichlankani ham urib yubordi. Zangni turishga yaratdi. Zangni chiqishadi. To'lganda musor bilan to'lgan. Pechka yaxshi ishlamaydi, ichi zang bilan to'lib, sirkulyatsiya yaxshi bo'lmagandan keyin. Kimgadir mana shunday suv kanalida muammo bo'layotgan bo'lsa, bemalol keling, mana shu telefon nomerlariga telefon qilib kelishingiz mumkin. Manzilimiz mana bozordan kelishdan Qiziriqqa buriladigan ko'prik. Ya'ni svetoforning ro'parasida ustaxonamiz joylashgan. Kimgadir mana shunday xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol kelishingiz mumkin. Toza bo'lgan holatini ham video syomka qilib qo'yamiz. Antipris bachog'igacha yuviladi. Antipris bachog'iga o'rayib musor bo'lib ketgan, ichiga ximikatlarni solib qo'yibmiz. Toza bo'lgan holatini video syomka qilib qo'yamiz.